Assalomu alaykum. Mana bugun 10-mart ikkita mashina grensdan qaytyapmiz. Va qanaqa borib kelyapsiz? Yaxshimi? Ha, hammasi cho'tkimi? Qiynalmayapsizlarmi yo'lda? Va normal kelyapsizlarmi? Reysimiz bor. Uzun ruldan xudo xolasa 100% kafolat bilan borib olib kelamiz. Mashinamiz komfortli. Yaxshi. Yaxshi kelyapsizlarmi? Ha? Grensalardan o'tib Rossiyaga kiryapmiz. Hammasi 100%. Xolasa yaxshi borib olib kelyapmiz. Kimda xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Har kuni reysimiz bor.